farzandlarim yo'q, lekin ishoning, men ishonaman bir kun bo'ladi. Inshaalloh. Lekin kunida sizga 50 marta gapirishsa, 50-chisida yig'lar ekansiz. O'zi bilasiz, befarosat odamlar gapiradi. Ha, Chunki sizni qo'lingizda emas u. da, men aytmoqchiman, rahmat sizlarga, duo qilib qo'yinglar. Menga turmanglar, og'ir. Oldin og'ir emas edi. Hozir og'ir. Nimaga? Bir xilla o'zini baxtliligini isbotlash uchun meni shu tochkamga uryapti-da. Qanchalik men masalan odamning kamchiligini ham umuman ayta olmayman odamga. Dushmanim bo'lsa ham aytmayman. Dil og'ritish eng yomoni-ku. Ular aynan shu tochkamga uradi-da. G'alati bo'lib qolaman, anaqa. Aytaman, shu darajada beshafqatmisizlar deyman-da. Menga ham qiyin, og'ir, lekin aytmoqchi bo'lganim, даже aytaylik, voy men sizga shu farzand bo'lishni tilayman deyam, o'zinglar pinhona ayturinglar, chunki kunida 100 tacha odam aytadi. 100-chisida уже menga urib qoladi-da, sen zo'rg'a chaqib yurgan payting. O'shanga Faros qanday bitta anaqaga bordim, 100 tacha show biznes vakillari o'tirdi. Mana ham jinni er-xotin boribmiz-da. Faqat shu tema bo'ldi-da, bizning farzandimiz haqida. 100 ta show biznes vakili. Bilasizmi, bir xillarida hattoki tabassum va xursandchilikda